Agar unutib qo'ygan bo'lsangiz eslatib qo'yay do'stlar, bu Barselona haqiqiy sinovdan o'tgan, sof markaziy hujumchisiz o'ynayotgan Barselona. Tasavvur qiling, nihoyat haqiqiy hujumchiga bu jamoaga bo'lganda, ya'ni Julian Alvaresga bu jamoa nimalar qilib tashlagan bo'lardi. Endi esa barcha futbolchilar o'yin formasiga to'liq kirganini va hali Rodri ham tarkibga qo'shilishini bir tasavvur qilib ko'ravering. Shunchaki tasavvur qiling do'stlar, Barselona tomonidan e'tibor qilgan bo'lsangiz, juda ham dominant o'yin ko'rsatildi. Fermin Lopes va Rafinyadan dubl ko'rdik va uchrashuvda ular juda ham ajoyib o'yin ko'rsatishdi. Rafinha uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Shuningdek, Gordon va Ademi Barselonadagi debyutlarini o'tkazishdi. Gordon 2 ta assist berdi, Karim gol urdi. Barselonadagi faoliyatini boshlash uchun bundan yaxshiroq start bo'lishi mumkinmi? Albatta yo'q. Agar hali ham menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying do'stlar, chunki o'yindan keyin mana shunday ajoyib tahlillar va eng qiziqarli futbolchi kontentlar mana shu sahifada joylab boriladi. Aytgancha 200 mingta bo'lishimizga juda ham ozgina qoldi. Obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Ammo hammasini ham yaxshi deb bo'lmaydi. Gavi yana o'sha o'ng tizzasidan jarohat olib maydondan almashtirildi. To'g'risini aytaman, bu yigitga achinmaslikning iloji yo'q. U boshidan kechgan barcha voqealardan keyin yana shunday holatda maydonni tark etganini ko'rish juda ham og'riqli. Yana Lamin Yamal haqida ham gapirish kerak. Rostdan aytaman, bugun u o'zining eng yaxshi o'yinini namoyish etmadi. U almashtirilgandan keyin Barselonani ancha xavfliroq va erkinroq o'ynaganini ham ko'rdik. Ammo ayni vaqtda uning formasi yaxshi emas degan fikrdan qochaman, chunki sababi bu mavsumdagi ilk o'yin va hali Lamin Yamal o'zini ancha tiklab olishiga ishonaman. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying do'stlar. O'sha gap 200 mingta bo'lishimizga juda ham ozgina qolgan.